Hi everyone. Assalomu alaykum. Demak, biz darsimizni davom ettiramiz. Ikkinchi mavzu an article. Today we're gonna learn article a and an. Okay, an article bu nima? An article bu one so'zdan olingan bo'lib, bitta degan ma'noni bildiradi. Bitta. I have got a ball. Manda bitta koptok bor degan ma'noda ishlatiladi. Demak, uni qanaqa qilib ishlatamiz? Demak, biz bilamiz, harflar ikki turga bo'linadi. Unli harflar va undosh harflarga. Demak, undosh harflar talaffuz etilayotgan paytimizda to'siqqa uchrab talaffuz etilsa, bu undosh harflar hisoblanadi. Misol uchun Bni talaffuz qilayotgan paytimiz lablar ishtirok etadi. Demak, lablar, tishlar ishtirok etib to'siqqa uchrab chiqqan harflar bular undosh harflar. Unli harflar esa hech qanday to'siqqa uchramasdan talaffuz etiladigan harflar bular unlilar, ya'ni vowels. Ingliz tilida consonants undosh harflar, vowels unli harflar. And we have learned, there are 26 letters in English alphabet. 5 of them are vowels. Biz o'rgandik, demak, ingliz alifbosida 26 ta harf bor va ularning 5 tasi unlilar. Demak, a, i, e, o, u deb o'zbek tilida aytadigan bo'lsak. Endi, demak, undosh harflar, undosh tovushlar deylik, undosh tovushlar bilan boshlanadigan, sanaladigan otlar oldidan biz artiklini ishlatamiz. Misol uchun, a ball b bilan boshlanyapti, koptok. Demak, bitta koptok ekanligini bilamiz. A cat, mushuk, bitta mushuk. Xo'p, an apple a bilan boshlanyapti, n ishlatiladi. Demak, olma, bitta olma haqida gap ketyapti. An umbrella. Demak, u harfi bilan, u harfi bilan boshlanyapti, a talaffuz etilyapti. O'shaning uchun ham and artiklni ishlatamiz. Demak, qoidani takrorlab olamiz. Undosh tovushlar bilan boshlangan sanaladigan otlar oldidan artiklni ishlatamiz. Unli tovushlar bilan boshlanadigan sanaladigan otlar oldidan an artiklini ishlatamiz. Xo'p, endi bizga berilgan birinchi mashqda now look at activity 1. You have to circle the vowels. Demak, 30 sekund vaqt, 30 sekundda siz 5 ta unli harfni topishingiz kerak. Keyin esa birgalikda tekshirib olamiz. Xo'p, endi tekshiramiz. Demak, birinchi a qilingan va keyingi unlimiz. Bunisini o'chirib tashlaymiz. Yes. A, E, I, U, O harflari bular unli tovushlar hisoblanadi. Demak, talaffuz qoidalarini men alohida video tariqasida sizga jo'nataman, uni tushuntirib o'taman. Endi esa biz hayvonlarni o'rganamiz va ular bilan an artiklni ishlatishni o'rganamiz. Now look at dog o'qilishiga e'tibor beramiz. Dog. Elephant. Xo'p, elephantda qaysi artikl ishlatamiz? Ami, nmi? Demak, elephant unli harf bilan boshlanganligi uchun, demak, biz bunga nima ishlatamiz? Mana. Endi ishlatamiz. Xuddi shu tarzda hammasini bajarib chiqasizlar. Undan keyin esa tekshirib olamiz.
is up. Let's check. Hop. Zebra. It starts with consonant letter. That's why we have to write a article, yeah? And ant chumoli, demak unli bilan boshlanganligi uchun we have to write an ant. We have to use an ant, yeah? Snake, a snake. Frog, a frog. Octopus, demak unli bilan boshlanganligi uchun an octopus. Cow, a cow. Insect, an insect. Bird, a bird. Lion, a lion. Alligator, an alligator. Okay. Donkey, a donkey, a donkey. Owl, an owl. Mouse, a mouse. Sheep, a sheep. Fish, a fish. Horse, a horse. Ostrich, an ostrich. Bee, a bee. Okay, let's repeat and learn. Endi esa buni qanaqa qilib o'qilishini o'rganamiz. Xo'p, boshladik. A dog, a dog. An elephant, an elephant. A zebra, a zebra. An ant chumoli degani. Xo'p, ilon. A snake, a snake. Qurbaqa, a frog, a frog. An octopus, sakkizoyoq, an octopus. A cow, sigir, a cow, sigir. An insect, hasharot. A bird, qush, a bird, qush. A lion, sher, a lion, sher. An alligator, timsah, an alligator. A donkey, eshak. An owl, yeah. A mouse, sichqon. A sheep, qo'y. A fish, baliq. A horse, ot. An ostrich, tuyaqush. A bee, ari. Demak, so'zlarni yodlaymiz. Xo'p, talaffuz qoidalarini video tariqasida jo'nataman. Undan keyingi mashqimiz, xo'p, sizga 1 minut vaqt mevalarni hammasini e bilan boshlanadigan, undosh tovushlar bilan boshlanadiganlarni birinchi ustunga, unli bilan boshlanadiganlarni esa ikkinchi ustunga joylashtirib chiqasiz. Boshladik. Hop, endi esa tekshiramiz. Demak, lemon biz buni o'rgandik. Demak, lemonni biz yozishimiz kerak. Hop, lemon. Pineapple,
Pineapple. Pineapple. Yodlab olamiz. Demak, P bilan boshlanganligi uchun uni ham birinchi ustunga yozamiz. Pineapple. A pineapple. A lemon. Apple. Apple unli bilan boshlanayotganligi uchun demak, yozib olamiz. An apple. Pear. Knock. Pear. Demak, knock undosh bilan boshlanayotganligi uchun bu ustunga pear. Melon. Yes, undosh bilan boshlanayotganligi uchun uni ham keyingi ustunga yozamiz. Melon. Qovun. Watermelon. Tarvuz. Watermelon. Uni ham birinchi ustunga yozamiz. Xo'p, carrot. U ham undosh bilan boshlanganligi uchun carrot. A carrot bo'ladi. Sabzi. Onion. Unli bilan boshlanganligi uchun ikkinchi ustunga yozamiz. Demak, takrorlaymiz. A banana. A lemon. A pineapple. A pear. A melon. A watermelon. And a carrot. An apple. An onion. Xo'p. Endi esa eshitib o'qilishiga yaxshilab e'tibor beramiz. Write the words in the correct column. Listen and check. Listen and repeat. A banana. Banana. A lemon. A lemon. A pineapple. A pear. Pear. A melon. A watermelon. A carrot. An apple. An orange. An onion. Progress check 1. Exercise 5. Endi esa keyingi mashqqa o'tamiz va mashqlarni davom ettiramiz. Circle the odd word out. Demak, ortiqcha so'zni chiqarib tashlashimiz kerak. A bilan boshlangan, demak, a mouse, a cat, a owl deya olmaymiz. Chunki an owl bo'lishi kerak. O'shaning uchun biz owl chiqarib tashladik. Demak, ukki degani. Xo'p, endi qolganlariga 30 sekund vaqt, undan keyin esa tekshirib olamiz. Number 2, look at an. An aunt. Yes, it is true. It is correct, yeah. An donkey. Shunaqa ishlata olamizmi? An elephant. Okay, it's true. An donkey bu yerda ortiqcha. O'shaning uchun biz donkeyni chiqarib tashlaymiz. An orange. An lemon. An apple. Demak, an orange bu to'g'ri, an apple to'g'ri. Demak, a lemon bu noto'g'ri. Buni ham aylanaga olamiz. Mana to'g'riladik. Yes. Mana. Biz shunaqa qilar ekanmiz. Okay. A umbrella, a hat, a girl. Demak, umbrellaga biza ishlatmaymiz, an ishlatamiz. That's why we have to circle umbrella. Okay, a pineapple. Okay, it's correct.
A cake. It's correct. A ice cream. No, it's not correct. Okay, we have to circle ice cream. Okay, last one. And horse. Demek H. Undosh tovush. An ostrich, an ant. Demek horse chiqarib tashlaymiz. Chunki bunga e ishlatishimiz kerak. Demak, hammada javoblar shunaqa bo'lsa, davom ettiramiz. Demak, fill in ball, apple, cat, dog, frog. Demak, berilgan so'zlarni e bilan boshlanadiganini, demak, bu ustunga, n bilan boshlanadiganlarni esa bu ustunga yozib to'ldirib chiqishimiz kerak. Bunga 1 minut vaqt, 1 minutdan keyin tekshiramiz. Endi esa tekshiramiz. Xo'p, demak, ball. Yes, B demak. Undosh tovush, o'shaning uchun biz buni bu yoqqa yozamiz. Apple only. Cat. Cat. Egg. Dog. Frog. Umbrella. Box. Yo-yo. Queen. Onion. Glass. Indian. Indian, hindular. With capital letter. Indian. Okay, then man. Okay, man, kite, pen. Xuddi shunaqa qilib tekshirib olamiz. Demak, a ball, a cat, a dog, a frog, a box, a yo-yo, a queen, a glass, a man, a kite, a pen. Orqadan qaytarishga harakat qilinglar talaffuziga. An apple, an egg, an
umbrella, an onion, an Indian. Good job. Last exercise, I think. No, there are only last page. Yeah, oxirgi betimiz bu o'rganayotgan. Demak, fill in a or an article. A computer. Demak, deskga nima qo'yamiz? Demak, tutashtirib qo'yib chiqiladi. Bunga ham 1 minut vaqt, 1 minutdan keyin tekshiramiz. Time is up. Let's check. Demak, desk. Undosh, consonant, yeah? It starts with consonant letter. That's why we have to choose a article. A chair, yeah? A chair. A football. A bed. An umbrella. A Robert. A cushion. An armchair. An envelope. Endi buni tarjimalar bilan o'rganamiz. Demak, a computer, computer, a desk, parta, a desk, parta, a chair, stool, a chair, stool, a football, koptok, a football, koptok, a bed, kravat, a bed, kravat, an umbrella, soyabon, an umbrella, soyabon, a robot, Robert, a cushion, bu kreslolar ustidagi kichkina yostiqchalarga nisbatan aytiladi. Boshimiz qo'yib uxlaydigan yostig'imiz u umuman boshqacha aytiladi. O'shaning uchun e'tibor beringlar. A cushion bu kreslolar ustidagi yostiqcha. An armchair bu esa kreslo. An envelope, konvert. Demak, endi siz mana bu yerga zooparkda ko'rgan 6 ta hayvoningizni yozib chiqishingiz kerak. Write a list of 6 animals we see in a zoo. Zooparkda ko'radigan 6 ta hayvonni yozib chiqishingiz kerak. Bugunga yetadi va uyga vazifa progress check unit 1 and 2 you have to fill the missing small letters. Demak, biz o'tdik. Mana shu har doim bajarayotgan paytda small letter shartlarini yaxshilab anglab qilish kerak. Bo'lmasam xatoga keladi. Demak, small letter deyaptim, demak bu yerda kichkina harflar bilan to'ldirib chiqishimiz kerak. Write the words in capitals. Capitals it means katta harflar bilan dedi. To'ldirib chiqing dedi. Demak, katta harflar bilan yozib chiqishimiz kerak. Mana bu yerda berilgan cat, apple, ball, train. Look and write as in the example. Misol qilib berilgandaqa qilib yozib chiqing. Qarang va misol qilib berilgandaqa qilib yozing dedi. Namunadagidek qilib yozing dedi. Demak, rasmda nima turibdi? Yulduz, a star. Qo'l soati biz buni o'rganganmiz. Demak, mana bu yerda
article bilan foydalanib, misol uchun a watch qilib yoziladi. Demak, soyabon, sakkizoyoq, qo'y va yoyo o'yinchog'i. Va davom ettiramiz. Read and circle. O'qing va aylanaga oling. Bird, a bird or an bird. You have to choose correct one. To'g'risini tanlab aylanaga olishingiz kerak. Ant, a ant or an ant. Qaysi biri? Demak, qaysi to'g'ri bo'lsa, o'shani aylanaga olishimiz kerak. Demak, mana misol uchun mana bu yerda an deylik. Xuddi shu tarzda bajarib chiqiladi mana. An ant like this. Okay. Undan keyin esa biz birgalashib listeningni bajaramiz. Keyingi darsni boshida mana shu listeningdan boshlaymiz. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr. Xuddi mana shu joyda uyga vazifalarni tekshiramiz va listeningni birgalashib bajaramiz. Undan keyin esa qo'shiqni birgalashib kuylaymiz va yangi mavzu boshlaymiz. Goodbye.